Men senlarni boqyapman, men bo'lmaganimda ochlikdan o'lib ketgan bo'larding degan so'zlarni aytmang ey erkaklar. Mana shu og'ir so'z. Allohga o'zingizni tenglagan bo'lib qolasiz. Razzoq kim? Allah. Beruvchi kim? Allah. Aziz qiluvchi kim? Allah. Xor qiluvchi kim? Allah. Oluvchi kim? Allah. Man qiluvchi kim? Allah. Daf qiluvchi kim? Allah. 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 Ko'p oilalarda bor ekan, minnat qilish. Men u qildim, bu qildim, sen nima eding, qanaqa ahvolda eding? Minnat qilmang. Alloh o'sha ayolingizni peshonasidagi saodatni sizni cho'ntagingizga barakasini qo'shib berayotganligini unutmang. O'sha farzandlaringiz otam, onam deb duo qilib turibdi. Alloh ularning rizqini qo'shib berayotganligini unutmangki, ya'ni rizqni Alloh emas, u berayotganini da'vo qilgan bo'ladi. Nafaqa berish erkakning xotiniga qilgan marhamati emas, balki Alloh taolo erning zimmasiga farz qilgan amalni bajarishdir.